Otang? Man. Senga telefon qilyapti. Alo? Ye. Ishkalat. Ha, erim. Kecha kechqurun? Kafeda? Banket? Kameraga tushibdimi? Nima? Ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketibdi? Instagramga tarqalib ketganmi? Ishkalat demaysan. Mani erim, a? Bo'ldi. O'zim erim bilan gaplashib olaman. Men bilan gaplashish hojati yo'q. Endi xotin bilasanmi, nima deydi? Mevali daraxtga tosh otiladi-da. Endi men ish qilganim yo'q. Endi ommaviy axborot ijtimoiy tarmoq xotin men tozaman. Men tozaman. Nima deyapsiz? Menga bitta ayol telefon qildi. Ishonma. Hammasi bo'xton. Yolg'on, safsata. Nima aljiryapsiz? Bitta ayol telefon qildi. Kecha katta ehson qilibsiz, banket qilib beribsiz. Pul beribsiz. Dadasi, siz orqangizdan rahmatlar eshityapman. Ko'rding? Ering kim? Kimligimni ko'ryapsanmi? Endi xotin, seni duolaring bilan mana shu uyda o'tirib meni haqqimga duo qilib turasan-ku. Hammasiga mana shular sababda men ozgina mehnatim mana shunday yaxshi gaplar kelib turibdi. Endi qolgan gaplar bo'lib qolsa, unga meni aloqam yo'q. Boringizga shukr, dadasi. To'lka duodaman. Qaysi boshqa gaplar? Sen e'tibor berma. Endi toshga doim meva otilgan. Yo'q. Baxtimizga sog' bo'ling, dadasi. Pullaringiz ko'p bo'lsin. Sal qoldi-ya. Yemagan somsamga pul to'lardim. Ha, to'g'ri-da. Farishtadek, sutday oppoq bola bo'lsam.